Tuxumning yarmini top interfaol o'yini. Bu o'yinni O'zbekistonga olib kirganimdan juda ham xursandman, chunki bu o'yin barcha ustozlarga va o'quvchilarga yoqdi. Ko'p ustozlar bu o'yinni siniq tuxum, sinilgan tuxum deb nomlab olgan. Mana bugun mana shu o'yinning 6-7 yoshlarga moslini ko'rsatib beraman. Boshqa fanlarga moslab ham ko'rsataman. Keyingi videolarni kuzatib boring. Ko'rib, o'rganib olasiz va farzandingiz bilan birga o'ynaysiz. Tuxumning yarmini top o'yinining o'tkazilish tartibi. Bunda demak tuxumning yarmiga misol yozilgan bo'ladi va buni javobi yarmida bo'ladi. Bu aralashtirilgan bo'ladi. Mana aralashtirib tashlaymiz, aralashtirilgan bo'ladi. Biz javobini topishimiz kerak mana shu sonlarning ichidan. Demak, mana 5 ga 3 ni qo'shsak 8 bo'ladi. Mana javobi keldi. Tuxumni birlashtiramiz. Tuxumning yarmi topildi. Bunaqa o'yinlardan ko'proq o'rganishni xohlasangiz menga obuna bo'ling va do'stlaringizga yuborib qo'ying.